Assalomu alaykum hurmatli talabalar va dasturlashga qiziquvchi yoshlar. Men Andijon davlat universiteti dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, matematika kibernetika bo'yicha fizika matematika fanlari nomzodi, informatikaning nazariy asoslari bo'yicha dotsent Abdurahmonov Jamoliddin Kamoldinovichman. Bugungi video darsda biz oldingi video darsimizdagi C# dasturlash tilining standart amallari mavzusini davom ettiramiz. Bu mavzu meni dars yuklamamdagi fanlar mavzusiga kirmaydi, lekin bu dars amaliy matematika mutaxassisligining algoritmik tillar va dasturlash fanida, shuningdek dasturiy injiniring, kompyuter injiniringi, sun'iy intellekt, axborot tizimlari va texnologiyalari kabi yo'nalishda o'qiyotgan, bakalavriat yo'nalishida o'qiyotgan talabalarning fan dasturlarida bor, o'quv rejasida bor. Hop, bu avvalgi video darsimizni davomi, men boya aytganimdek, kelinglar biz kelgan joyimizdan davom ettiraylik. Hop, demak, biz oldingi darsimizda, video darsimizda mana bu operatorga to'xtalgan edik. 3 o'rinli operatorga. 3 o'rinli operator so'roq, demak, so'roq 2 nuqta operatori. Bu yerda 3 o'rinli operator. Buni biz ko'rib chiqqanmiz. Mana bu nimada nimasi turibdi, mana oxirgi ko'rib chiqilgan holat. Kelinglar biz buni mana buni nimaga o'zgartiraylik-da, izohni sal cho'zibroq qo'yaylik, keyingi operatorlarni muhokama qilish uchun, keyingi operatorlarni ishlatib ko'rish uchun. Xo'p, endi kelinglar mavzuga qaytaylik-da. Keyingi operator bu ikkita so'roq operatori ekan. Xo'p, demak bu ikkita so'roq operatori 0. Demak bu ishora toifasiga oid o'zgaruvchilar hech qayerga ishora qilmayotganligini ko'rsatish uchun ularga odatda 0 qiymati berib qo'yiladi. Ana shu 0 qiymatini tekshirish uchun mo'ljallangan demak bu operator, ikkita so'roq operatori. Mana bu yerda mana ko'rib turibmiz, string name. Demak string toifasi bu oldingi nimada darslardan birida o'tganmiz. Bu demak ishora toifasiga kiradi, ya'ni qiymat toifasiga kirmaydi. Shuning uchun unga 0 qiymatni berish mumkin. Demak, bu yerda name deb nomlangan, ya'ni nom deb nomlangan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Unga demak 0 qiymat berib qo'yilyapti va keyin result nimasi yana bitta string e'lon qilinyapti va unga agar name ni qiymati 0 bo'lsa, unga noma'lum degan satr berib qo'yilyapti va u satr keyin mana console writeline metodi orqali namoyish etilyapti, result. Natija demak noma'lum degan natija chiqadi. Kelinglar buni biz copy qilaylik-da, biz narigi tomonga o'tkazib, buni biz ko'rib chiqaylik. Xo'p, keling, mana past qilyapman men. Bu yerga mana qo'ydim. Ko'rib turibsizlar, demak mana. Demak, xo'p, endi albatta bu yerda name, nom, bular o'zgaruvchilar nomlari. Bularni nima qilish mumkin? O'zbekcha nomlab qo'yish ham mumkin. Kelinglar ism deb qo'yaylik, misol uchun ism deb qo'yaylik. Xo'p, mana bu yerda resultni mana natija deb qo'yaylik. Natija mana nomer qo'yib qo'yishimiz ham mumkin, o'zgaruvchiga mana natija 1 deb yozib qo'yaylik masalan. Xo'p, demak mana bu yerga ham demak ism deb o'zgartirishimiz kerak. Unda ism deb yozib qo'ydik mana. Xo'p, demak bu qanday ishlaydi? Demak, ismning qiymati 0 ga teng bo'lsa, natija 1 ga noma'lum qiymati berib qo'yiladi va natija 1 ekranga chiqariladi. Keling, biz mana bu natija 1 deb yozib qo'yaylik mana bu yerga. Natija 1, chunki biz o'zgartirib yubordik. O'zgaruvchilarning nomlarini o'zbekchalashtirib qo'ydik. Xo'p, demak endi buni endi ishlatib ko'rsatamiz. Natija nima bo'lishi kerak? Natija demak noma'lum degan so'z demak yozilib chiqishi kerak. Mana men ishga tushiryapman buni. Xo'p, mana hozir ishga tushadi. Bizning dasturimiz demak mana bu yerda. Xo'p, mana ko'rdingiz, noma'lum degan yozuv chiqdi. Keyin yakunlash uchun enterni bosing degan yozuv chiqyapti. Bu mana bu yozuv demak, ya'ni kutish. Readline operatori kutilyapti. Biz enterni bossak, bu dastur o'zini ishini yakunlaydi. Xo'p, mana ko'rib turibmiz, biz demak bu yerda
mana shu ikkita so'roq operatorini ham ishlashni demak sizlarga mana namoyish etdik. Endi keling buni izohga olib qo'yaylik. Izohga olib qo'yaylik mana bu joygacha, chunki keyingi operatorni ishlashini biz sizlarga namoyish etish uchun mana bu joyni qoldiryapmiz shu joyda. Hop, endi keling, keyingi operator bu is operatori, ya'ni turni tekshirish operatori ekan. Hop, mana bu yerda buni ishlatilishiga doir misol keltirilgan, mana ko'rib turibsizlar. Object toifasiga oid object degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va unga matn deb nomlangan qiymat berib qo'yilyapti. Satr qiymati berib qo'yilyapti va undan keyin bu toifasidagi isString nimasi e'lon qilinyapti, o'zgaruvchisi, va unga object isString degan nima tekshirib shuni qiymat berib qo'yilyapti. Ya'ni object o'zgaruvchisini toifasi string bo'lsa, u holda bu true bo'lib qoladi. Mana bu tenglikdan nima tomondagi ifoda, o'ng tomondagi ifoda, va u mana bu qiymatga nimaga berib qo'yiladi, o'zgaruvchiga berib qo'yiladi. Albatta biz buni hozir tushunishinglar osonroq bo'lishi uchun o'zbekchalashtirib ham qo'yamiz. Keyin buni copy qilib mana bu joyga o'tkazaylikda. Mana bunga o'tkazdik, past qilib o'tkazdik. Hop, keling, object bu o'zgaruvchini nomi, demak, to'g'rimi? isString. Hop, satrmi degan deb nomlab qo'yaylik buni. Satrmi? Satrmi deb degan o'zgaruvchi. O'zgaruvchiga obyektning satr string yoki string emasligi. Object isString degan ifoda qachon true bo'ladi? Qachonki mana bu object o'zgaruvchisi mana bu toifaga mansub bo'lsa, isdan keyingi isdan o'ng tomonda turgan toifaga mansub bo'lsa. Hop, demak, keyin mana satrmini biz mana bu yerga chiqaraylik. Satrmi? Demak, satr bo'lsa, endi hozirgi holatimizda bu satr. Satr bo'lsa bu nima deb chiqadi? True degan natija chiqishi kerak. Aks holda false degan natija chiqishi kerak. Biz buni ham hozir namoyish etamiz. Hop, mana ishga tushyapti dasturimiz. Mana true ekan. Ya'ni haqiqatda nima ekan? Satr ekan. Satr, chunki biz bunga satr qiymatini berdik-da obyektga. Shuning uchun bu nima? Satrdir. Hop, shuning uchun bu true qiymatni bizga yozib chiqardi. Enterni bosib biz yakunlayapmiz dars nimamizni, dasturimizni. Endi keling, bunga mana object, biz oldingi toifalarga oid video darsimizda aytganmizki, object toifasiga mansub o'zgaruvchi har qanaqa qiymatni nima qilishi mumkin, qabul qilishi mumkin deb, faqat satr qiymatini emas, boshqa qiymatlarni ham. Keling, biz bunga misol uchun aytaylik, biror qiymat berib ko'raylik. Misol uchun 45 qiymatini berdik. Bu butun son mana. Bu endi nima emas? Matn emas. Matn emas. Demak, bunda hozir mana bu satrmi degan o'zgaruvchini qiymati false bo'lishi kerak, ya'ni yolg'on bo'lishi kerak. Biz hozir ana shuni ko'ramiz. Hozir mana true chiqqanida, endi esa natija nima bo'ladi? False bo'ladi. Keling, buni izohda ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana false deb izohda ahamiyati yo'q bo'lsa ham, garchi dasturda o'qish oson bo'lishi uchun. Xo'p, mana ishga tushirdik va biz ko'rib turibmizki, false chiqdi endi. Chunki satrmi degan o'zgaruvchini qiymati mana bu yerda ko'rib, satrmi deb turib barobardagi object isString deb yozib qo'ydik. Hop, shuning uchun bu false chiqyapti. Agar biz object isInt deb yozsak, bu true chiqishi mumkin edi. Hozir biz keling, mana shuni ham ishlatib namoyish etib qo'yaylik. Object nimasi, o'zgaruvchisi intmi? Int deb yozdim. Hop, qani ko'raylikchi, qanday natija bo'lar ekan. Agar int bo'lsa, 45 ni byte deb emas, int deb qabul qilgan bo'lsa, endi butun o'zgaruvchilar ham sizlar bilasizlar ko'p. Byte, short, int degan nimalar bor. Bu hozirgi holatda mana bu 45 ni int deb qabul qilgan bo'lish kerak va bu true chiqish kerak. Natija. Agar bu true chiqsa, bu demak mana true chiqdi. Demak, bizda hozir mana bu 45 soni int toifasiga mansub deb qabul qilingan va mana bu obj degan o'zgaruvchiga berib qo'yilgan. Hop, mana xullas ko'rib turibmiz, bu dastur ham nima qilyapti? Dastur to'g'ri ishlayapti. Hop. Demak, mana bu is amalining mohiyatini mana siz bilib oldingiz. Endi keling, biz buni izohga olib qo'yishimiz mumkin. Navbatdagi operatorda ishlashini nima qilishimiz mumkin? Namoyish etish uchun. Hop, mana. Hop, mana bu yerga joy ochib qo'yaylik. Hop. Endi davom etaylik. Darsimizga qaytaylikda, darsimiz matniga. Endi keyingi operator bu as operatori.
Bu turni o'zgartirish operatori. Mana hozir bu yerda ko'ryapsizmi? Object obj degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Unga matn berib qo'yilyapti boyagidek. Keyin string object as string deb qabul qilinyapti-da, unga nima qilinyapti? Keyin mana shu nima str nimasi chiqarib ko'rsatilyapti bu yerga. Demak, bu natija matn deb yozib chiqishi kerak. Hop, copy qilyapmiz. Mana bu yerda yana sizlarga demak buni namoyish etish uchun olyapmiz. Hop, keling endi natija nima chiqishi kerak? Natija matn degan yozuv chiqishi kerak. Mana ishga tushirdik. Hop, mana matn deb yozib chiqdi. Hop, keling endi buni biz obyektni o'zgartirsak nima bo'ladi? Mana masalan aytaylik 751 deb o'zgartirib qo'ydik-da. Bu endi nima emas? String emas. String emas. Matn emas. Bu butun son int toifasiga mansub. Lekin buni satr sifatida mana strga berib qo'yib, yana buni satr sifatida nima qilish mumkin? Chiqarishi mumkin. 751 degan natija bizda chiqish kerak. Ko'rdingizmi? Mana hech qanaqa narsa chiqmadi, demak hech qanday qiymat berilmabdi. Chunki buni string sifatida demak bu sonni chiqarish mumkin emas deb yozilyapti. Hop, keling hozir biz mana bu yerga as int deb yozib qo'yadigan bo'lsak, qanday o'zgarish ro'y beradi? Buni ham kuzatib ko'raylik. Endi dasturlashni o'rganish bu mana shunaqangi tajribalar ortidan keladi. Demak, bu yerda there will build errors deb yozilibdi. You would like to continue. Hop, demak bu yerda biz xato qilibmiz. Demak, bundoq deb as string as int deb yozish obyektni mumkin emas ekan. Chunki mana bu bizda nima emas? Int emas. Buni biz mostrda int deb yozib qo'yishimiz kerak edi. Int deb yozdik. Hop, endi bu yerda xato bermasligi kerak va biz mana ishga tushiryapmiz. Hop, yana xato berdi. Hop, qanday xato berdi ko'raylikchi. Hop, would you like? Hop, demak hozir biz kuzataylikchi. Demak, hozir bu yerda obyektni 751 butun str int str object as int deb berdik. Demak, intga o'zgartirish beryapmiz. Demak, bu yerda xato beryapti. Demak, string deb yozaylikchi, hozir ko'ramiz qani. Yana xato beryapti. Hop, demak faqat string bilan ishlar ekan. Demak, bu as obyektni as string. Hop, keling biz mana bu tavsifga qaytaylik-da. Bu yerda aytilyaptiki, turni o'zgartirish. Tur o'zgartirish. Demak, hozir bu yerda turni o'zgartirib, mana bunga qiymat sifatida berish kerak edi. Demak, bu bizda jindek xatolik ro'y beryapti. Demak, mana bu yerda faqat biz nima deyishimiz kerak ekan? String deb yozib qo'yamiz. Keling. String as string deb yozaylik-da. Biz mana buni nimani orasiga 751 da olib qo'yaylik. Satr sifatida qarash uchun mana olib qo'ydik. Hop, endi hozir yana biz buni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerdan ishga tushirib. Hop, demak hozir bu ishladi. Mana endi 751 soni yozib chiqarildi. Hop, endi keyingi operatorga o'tish uchun buni yana izohga olib qo'yaylik, keling. Bu ko'rib chiqdik bu operatorni ham. Navbatdagi operator bizda demak bu size of operatori. Size of operatori demak mana shu toifaning o'lchamini bizga chiqarib berar ekan. O'lchamini chiqarib berar ekan. Mana intning o'lchami qanaqa, boshqa toifaning o'lchami qanaqa? Bu toifalar haqidagi darsimiz o'tgan video darsda biz buni o'tgan edik. Toifalar C# toifalarini, ana shu toifalarni xotiradan qancha joy egallashini ham biz ta'kidlab o'tgan edik. Demak, dasturchi buni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, demak tayyor size of degan operator bor ekan. Ana shu yordamida biz buni nima qilishimiz mumkin? Har qanday toifani o'lchamini ko'rishimiz mumkin. Hop, keling biz hozir mana bu yerga shuni ko'chirib tashlaylik-da. Hop, past qildik. Mana int toifasini o'lchami 4. Shu 4 bayt demak yozib chiqariladi hozir. Natija sifatida 4 degan son chiqariladi. Xolos mana bu yerga. Mana 4 chiqdi, ko'rdingiz? Endi hozir boshqa toifani agar biz yozadigan bo'lsak, size of ichiga. Size of ichiga masalan decimal deb yozib ko'raylik, decimal. Decimal degan toifa ham bor edi. Decimal toifasining razmeri 4 emas, nechida? 8 midi? Hozir mana meni esimda yo'q, hozir lekin eslaymiz. Mana hozir ko'rsak, bu chiqaradi nechiga tengligini. Ko'rdingizmi? 16. 16 ga teng.
eng katta toifalardan bittasi 16 bayt joy egallaydi. Size of. Hop, endi demak, qaysi nimani yozadigan bo'lsak, size of qovusni ichiga qaysi e, toifani yozsak, ana shu toifani demak o'lchamini chiqarib berar ekan. O'lchamini chiqarib berar ekan. Hop, masalan long deb ko'raylik, 3-bir misolda long toifasini o'lchamini o'lchamoqchi bo'lsak, mana ishga tushirdik. Longni o'lchami bu 8 bayt ekan. Xotiradan 8 bayt egallar ekan. Demak, mana shu tariqa biz nimalarni o'lchamlarni nima qilib borishimiz mumkin? Dasturda kuzatib borishimiz mumkin. Biz buni yana izohga olib qo'yapmiz. Keyingi operatorni o'tishligi uchun. Xo'p, keyingi operator bu type of operatori. Type of operatori, ya'ni toifaning nimasini tipini qaytaradi. Tipini qaytaradi. Xo'p, demak, mana bu yerda ko'ryapmiz, type t barobar t toifa barobar type of int ning toifasi berib qo'yilyapti. Xo'p, natija system int deb mana bunaqangi deb yozib chiqar ekan. Keling biz buni ham ko'rib qo'yaylik, bu operatorni ham. Xo'p, ishlashini mana bu yerdan joy ochamiz va shu yerga yozamiz. Xo'p, paste qildik. Xo'p, endi demak ishga tushiryapmiz. Ishga tushirsak, demak mana bu system.int 32 degan yozuv yozib chiqdi. Demak, mana bu int degan toifa demak C# .net muhitidagi system.int 32 toifasiga mos kelar ekan. Xo'p, endi buni biz o'zgartirishimiz ham mumkin albatta. Mana buni intni o'rniga masalan aytaylik double deb yozib qo'yadigan bo'lsak, double toifasini haqida bizga demak .net platformasida double toifasini nomini yozib chiqaradi. Mana yozdik. Ishga tushyapti. Double mana. System double ekan. Ko'rdingizmi? System nuqta katta harf bilan double degan toifa. Xo'p. Endi float ni yozib ko'raylik. Qani float. Float. Nima yozib chiqaradi float? Haqidagi ma'lumot qanaqa bo'lar ekan, mana ko'ramiz. Xo'p, demak system single ekan. Demak .net platformasida bizni C# tilimizdagi float toifasiga .net platformasida nima mos kelar ekan? Demak single degan toifa mos kelar ekan. Single degan toifa mos kelar ekan. Demak biz shu tariqa har bir toifani nimasini bilib olishimiz mumkin. Kelinglar buni mana men izohga olib qo'yapman yana. Xo'p, endi bu yerda mana xulosa va maslahatlar berilgan. Demak, operatorlarning tartibi bor, bajarilish tartibi, qaysi tartibda bajariladi ko'rsatilgan. Avval ko'paytirish, bo'lish, keyin qo'shish, ayirish bajariladi. Xo'p, demak, agar 0 ga bo'lish bo'lsa, divide by 0 kelib chiqadi degan istisno paydo bo'ladi. Endi stringlarni ham bir-biriga plus amal bilan qo'shish mumkinligini ham biz namoyish etdik. Xo'p, shu bilan bugungi video darsimizni men yakunlayman. Sog' va salomat bo'linglar.